Hello, dear friends. Welcome to Jasad Forum again. Yaxşımısızlar dostlar. Cesaret munbirge hoş geldinglar. Bugünkü tema yanıla Uyg'urlarning navbatdagi qabahatlik vaziyati ustida bo'ladi. Bugun ekranimizga bir muhim mehmonni taklif qildik. U bo'lsa Amerikadagi inson haqlari kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari bo'limi boshlig'i Dr. Sophia Richardson xonim. At Human Rights Watch, based in America. Welcome to Sofiya xonim, ekranimizga xush keldingiz. Bugun siz bilan suhbat qilganimizdan iftixorlanaman. Men bu programmamizga qo'shilganimdan xursand bo'ldim. Biz dunyoning har yerdagi Uyg'urlar bilan fikr almashtiradigan har bir fursatni qadrlaymiz. Dr. Richardson, biz Uyg'urlar sizni eng yaqin do'stlarimizdan biri deb qaraymiz. Şoňa bugün sizni intervyu qilish emas, balki bir do'stim bilan muңdashgandek shaklda bir paranglasak deyman. Siz mi bilasiz, 2-nji dunyo urushi tuganda bütün dunyoga hamda Yahudilarni keng ko'lamda qirgandek qirg'inchilikning qayta yuz berishiga yo'l qo'yilmaydi deb va'da berilgan edi. Afsuslanarligi bunda qirg'inchilik qayta yuz beryapti. Ba'zilar Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilikni madaniyat qirg'inchiligi deb atamoqda. Ammo biz Uyg'urlar ko'rib turibdikki, Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoqqa o'xshash yerlik millatlar haqiqiy irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Xitoy vatanimizni Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydi. Siz bilasiz, biz bek ojiz. Qarshilik qilgudek hech kuchimiz yo'q. Baxtimizga dunyoda sizga o'xshash do'stlarimiz bor. Ular avazsiz qolgan Uyg'urlarga yordamda bo'lib, rahimsiz inson qalipidan chiqqan Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilikni to'xtatishiga besim qilmoqda. Biz siz va kasbdoshlaringizning bu jihatdagi xizmatlarga va yordamiga cheksiz rahmat aytamiz. Savolim shu. Sizcha dunyo Uyg'urlarni qutuldirib olishda yetarlik kuchayotamdi? Agar yetarlik kuchamayotgan bo'lsa, sababi nima? Do you think the world is doing enough to save Uyghurs? If not, why? Well, first, let me thank you. Aldı bilan sizning meni programmangizga taklif qilganingizga rahmat aytaman. Siz va boshqa Uyg'urlar bilan paranglashish bekmi ko'ngillik ish. Mencha dunyo miqyosida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlar qo'zg'alib, o'zlarining dardini dunyoga anglitib, yaxshi ish qilyapti. Ulardan vatandagi qarindoshlari yuz kelayotgan vahshiyliklarni anglaganimda bekmi azoblanaman. Ularning bu haqda isbot berishlari mencha bekmi muhim va unumlik. Chunki Xitoy hukumatining bu jihatdagi yolg'onchiligi odamni cho'chitadi. Dunyo yetarli kuchayotamdi? Meningcha yetarli deyishdan baklajroq. Agar Amerika, Germaniya yoki Meksika 1 million Uyg'urni majburiy solib olgan bo'lsa, qanday ahvol yuz beradi? Dunyo qo'zg'alib ketgan bo'ladi. Ammo Xitoy bu ishni qilganda dunyo ko'z yumib boradi. Meningcha bu Xitoy davlatining iqtisodiy va siyosiy kuchini ishga solayotganligidan bo'lgan. Mencha Uyg'urlar Falastinliklar va Rohingya musulmonlarga o'xshash tonilib ketmedi. Sababi Xitoy hukumati barliq vositalarni qo'llanib, dunyoni Uyg'urlarning shonliq tarixiy madaniyati bilan tanishishdan va o'zlarining ularni qonliq bostirayotganligini bilishdan to'smoqda. Agar dunyo Xitoy davlatini boshqa davlatlarga o'xshashla xalqaro qonunlarga bo'ysunish kerak deb qarasa, Uyg'ur rayonida yuz berayotgan ichinishliq ahvolga aralashishi kerak. Culture, the way it has been brutally suppressed in the region, but also that, if the rest of the world is serious about wanting China to play by the same rules as everybody else, it must intervene urgently on behalf of the populations in the region. Biz yaqında Amerika Kengash palatasining Uyg'ur inson huquqlari qonuni loyihasini ma'qullaganligini ko'rdik va nihoyat xushal bo'ldik, suyundik. Bu loyihaning tasdiqlanishi
diktator Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga majburlashda muhim rol o'ynaydi. Biz bu loyihaning Amerika parlamentidami tasdiqlanishi, shundaqla prezidentning qo'l qo'yishi bilan qonunga aylanishini bekmi umid qilamiz. Sizce bu loyiha oxiri tasdiqlanib qonunga aylanamdi? Agar shundaq bo'lsa, uning ta'siri qanday bo'ladi? No, it's a great point. We were very excited to see the Senate. Buni yaxshi so'radingiz. Bizmi Kengash palataning uni tasdiqlaganligidan bekmi so'yindik. Biz parlamentni uni tezroq tasdiqlab, prezidentga sunishga chaqiramiz. Uning tasdiqlanishi Uyg'urlarla emas, Xitoydagi inson haqlari dafsandichilikka uchrayotgan barliq millatlar uchun bir nur chiroq bo'ladi. U Amerika hukumatining BDTni o'mak tashkillab Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib borgan vahshiyliklarni tekshirishga chaqirishida, Xitoy amaldorlarini jazolashida muhim rol o'ynaydi. Bu sabablik Amerika hukumatida Uyg'urlarning ahvolini kuzatishga doir maxsus xodim vazifaga qo'yiladi. U ham Xitoy doiralarining Amerikaga o'xshash davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga besim ishlatishini yengillatadi. Boshqa davlatlarmi Amerikadan ulgu oladi. Shunga bu loyihaning tasdiqlanishi bekmi muhim. Biz uning pat arada qonunga aylanishini umid qilamiz. Is that it specifically sets out as a concern the harassment and intimidation of Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, and others harassed by Chinese government officials here in the United States. And that's an idea that other governments can replicate all over the world. So the bill, I think, is very creative, and we really hope to see it signed into law soon. Thank you. During the World War II, the whole world stood up for. Rahmat. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida butun dunyo qo'zg'alib, oz bo'lmagan Yahudilarni natsist Germaniyasining qirg'inchiligidan qutuldirib qolgan edi. Bugun o'xshash qirg'inchilik Uyg'urlarning beshiga kelyapti. Ammo kishini hayron qoldiradigan yeri shuki, dunyo ovoz chiqarmayapti. Sizcha buningdagi asosli sabab nima? Uyg'urlarning musulmon bo'lib qolganligidanmi? Xitoy bilan bo'lgan savdo sababidanmi? Va yoki Xitoyning atalmish kuchli davlat bo'lganligidanmi? Explanations have to do with money and Meningcha siz degan sabablarning hammasi bor. Meningcha bu yerda bekroq rol o'ynayotgani pul va shaxsiyatchilik. Uyg'urlarga yaqin bo'lgan davlatlarmi bu vaqtda amaliy bir ish qilmayotdi. Hammamizning o'rtaq bir ideyaga kelib ketishimiz notayin. Ammo Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning hammasining degudek Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan vahshiy siyosatini qo'llashi kishini hayron qoldiradi. Aslida ular o'z musulmon qarindoshi bo'lgan Uyg'urlarga ega chiqishi kerak edi. Turkiya, Indoneziya, Malayziyaga o'xshash davlatlar betaraf bo'lib olib ovoz chiqarmadi. Ular Xitoy chiqargan o'zlarini qo'llash xitobnomasiga qo'l qo'ymadi. G'arbdagi demokratik ellar e'lon qilgan Xitoyni ayiblash xitobnomasiga qo'l qo'ymadi. Meningcha sizning programmangizni ko'rgan yuqorqidagi davlatlarning xalqlari o'z davlatlariga besim ishiltish kerak. Bundaq ahvol yuz beraversa, Xitoy hukumatı konu muqamga to'g'lab, g'arb ellari bizni ayiblab ko'nib qolgan, dunyo bizni qo'llaydi deb o'z bilginini qilaverdi. In the long term. Yes, thank you. And one thing's urgent now. Rahmat. Sizmi angladingiz? Yaqinda xalqaro kechirim tashkiloti jiddiy chaqiriq chiqarib, turmada yetayotgan sobiq Uyg'ur universitetining boshlig'i Toshpo'lat Tayyipning o'lim jazosining pat orada ijro qilinish mumkinligi. Xalqaro jamoatni jiddiy harakatga kelib, Xitoy raisi Shining bu ishga qo'l tiqib, Toshpo'lat Tayyipni shartsiz qo'yib berishiga besim ishlatishga chaqirdi. Bizga aniqki, Sharqi Turkistonda Toshpo'lat Tayyipga o'xshash qismatga duch kelayotgan oz bo'lmagan Uyg'ur ziyolilari bor. Bizning bilishimizda Xitoy bu qatimqi irqiy qirg'inchilikni shaxsan o'zi planlagan
va o'z maqsadiga yetishda bakmo qarorliq. Dunyo hozirgacha Xitoy rahbarlarining insoniylikni joriy qildirib, u begunoh insonlarni qo'yib beradiganligiga ishonmoqda. Ammo biz Uyg'urlarga nisbatan bu eshakning qulog'iga g'ijak chalgandeklar bir ish. Shundaqdimi biz xalqaro jamiyatning jiddiy harakatga kelib, Xitoy doiralariga besim ishlatishini umid qilamiz. Chunki ular ish bo'lmasa xalqarodagi innovatiga diqqat qiladi. Bunda qilmaganda ular Toshpo'lat qatorliqlarni u dunyoga osonla uzitib qo'yadi. Sizcha xalqaro jamiyat bu vaqtda nima ishlarni qila oladi? To the other world easily. What could the human rights organizations like Human Rights Watch and Amnesty International do here? Well, since this news came a few days ago, we've been Toshpo'latga o'xshash tinchparvar ziyolilarni o'ltirish biz tasavvur qila oladigan eng og'ir inson haqlari tragediyasi hisoblanadi. Biz bu chaqiriqni olgandan keyin darhol biz bilan qo'yiq munosabatda bo'lgan davlatlarning hukumatlari bilan hamda Urumchidagi bu universitet bilan ilgari aloqada bo'lib boqqan boshqa davlatlardagi universitet va organlar bilan aloqa qilib, harakatga o'tishga chaqirdik. Xitoy hukumati Liu Xiaoboga o'xshash Nobel tinchlik mukofotiga erishgan ziyolilarni turmada o'ltirgan. Ham Ilhom To'xto'ga o'xshash tinchparvar ziyolilarni mangulik qamoqqa hukm qilganda dunyoni cho'chitgan edi. Chet elliklar ularning Xitoy davlatiga tahdid keltirmaydiganligini obdan biladi. Biz xalqaro kechirim tashkilotidagi kasbdoshlarimizning chaqiriga qizg'in ovoz qo'shamiz va begunoh insonlarni shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. released, that the charges be dropped, that he allowed to leave the country. There's no other right way out of this situation. And Sizce onu qutuldirib qolg'ili bo'ladimi? You know, Hozir az bo'lmagan yuqori darajalik davlat arboblari bu ishga qo'l tiqdi. Toshpo'latning bir qarindoshi ham Amerika vatandoshi. Uning ta'minlagan uchurlari va hamkorlashishimi unumli bo'lmoqda. Hozirgi gap Xitoy hukumatining qanday javob qilishida qoldi. Beijing responds to that pressure. thank you. And we have been Rahmat. Biz Sharq Turkistonliklar Ching sulolasi 1884-yili vatanimizni besib olib, Xitoyning bir o'lkasi e'lon qilgandan tortib qattiq qirg'inchiliklarga uchrab kelyapmiz. Millionlagan insonlarimiz jindan ayrildi. Shundaqda hozir biz Xitoy hukumati yetakchilik qilayotgan oshkora irqiy qirg'inchilikqa tunji qatim duch kelyapmiz. Jazo lageridan qutulib chiqqan ba'zilarning isbot berishicha, Xitoylar Uyg'ur ayollarini doğru bilan tug'mas qilib o'tyapti. Lagerdagi hammalarga aniq bo'lmagan dorilarni majburiy ichirdi ekan. Majburiy o'qil urdi ekan. Ishki a'zolarini sug'urib olish, bosqinchilik qilish, majburiy to'ylashtirish, bolalarni ota-onasidan majburiy ayirib etishga o'xshash jinoyatlar har kuni yuz bermoqda. Bular inson qila oladigan jinoyat emas. Az bo'lmagan odamlar lagerdan qo'yib berilib, uzun o'tmaylar o'lib ketyapti. Xitoylar ana shunday usul bilan irqiy qirg'inchilik olib beryapti. Ularning usuli Milosevichning Bosniyada musulmonlarni oshkor o'q tutishiga o'xshamaydi. Chunki Xitoylar o'zlarini aqlliq chaqlaydi. Ular ana shunday jim-jim o'ltirib tugutish orqali dunyoning diqqatini qo'zg'ashning oldini olmoqchi. Bundaq vahshiylikning 21-asrda yuz berishiga hech kimning ishongusi kelmaydi. Ammo bu ish yuz bermoqda. Ba'zi Uyg'urlar hozir Uyg'urlar rostilla qirilib tugab ketami degan andishada bo'lmoqda. Sizcha Uyg'urlar rostilla hozirgi davrda yuz berayotgan qirg'inchilik sababidan yo'qolib ketarmi? Nightmare. This nightmare could become a reality in our modern time. And do you think the Chinese regime could really wipe out the Uyghurs in East Turkestan? Well, I think that the Chinese government's longer Menimcha Xitoy hukumatining uzun muddatlik maqsadi Uyg'urlar va boshqa yerlik turkiy millatlarni qirib yo'qotish bo'lmasdan
balki ularning kimligi va e'tiqodini yo'qotib, ularni Xitoy davlatiga sodiq puhrolar qilishday qiladi. Bizda Xitoy hukumatining siyosiy tarbiyalash markazlari va turmalarda insonlarni urib qiynaydiganligi, o'z tilida so'zlashini cheklashi, diniy e'tiqoddan cheklashi, bolalarni ota-onasidan ayirib Xitoy tilida tarbiyalashi degandeklarga o'xshash oz bo'lmagan isbot materiallar bor. Bundaq ahvollar bizga bir qattiq ogohlantirish. Agar Xitoy davlatining bu qilmishlariga qarab tursak, ularning texmi og'ir jinoyatlarni sodir qilishiga yo'l ochib beramiz. Mencha boshqa davlatlarga qanday muomala qilsak, Xitoyga ham shunday muomala qilishimiz kerak. BDT xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlar Xitoyning xalqaro qonun nizomlariga rioya qilishga chaqirishi va uni nazorat qilish kerak. That it requires that kind of intervention. Yeah, that's why I said Şoňa men sözümniň beşide digen edim. Bäziler buni medeniyet qırgınçylygy dep täsirläp Amma körüp turupdymyzki, kündedikidek adam ölüp atydy. Az bolmagan adamlar lagerden koyup berilip uzun ötmeli ölüp ketdi. Şoňa mençe bu medeniyet qırgınçylygy emas, belki sepi özüdün irqi qırgınçylyk. Bolmasa ular nemişqa ayallarymyzni tugmas qılıp etidi? Bu şekli özgergen irqi qırgınçylyk emasmı? Mening yana bir sualım, Xitoy hukumatı hech kimning o'ziga qarshi gap so'z qilishini xohlamaydi. Hatto ba'zilarining do'stona fikrini qabul qila olmaydi. Bir inson haqlari qo'g'dug'uchisi bo'lish sifatingiz bilan sizmi Xitoy hukumatining tahdidiga va yoki boshqa parokandichiliklarga uchrab baqdingizmi? ever experienced threat or inconvenient actions from the Chinese regime? You know, I'm very fortunate in that. Men bu jihatda taleylikroq bo'lsam kerak. Biz odatda bundaq parokandichiliklardan yiroq bir muhitda ishlaymiz. Ammo biz bilan hamkorlashganlar ichida Xitoy hukumatining parokandichilikka uchraganlar oz emas. Biz odatda ziyonkashlikka uchraganlarning hikoyalarini dunyoga anglitishga tirishamiz. Ular albatta bizdek bexatar yashamaydi. Xitoy hukumati qattiq zarba berish deganda qattiq qo'lliqlar orqali biz bilan aloqa qilganlarning aloqa yo'lini kesidi. Ular ham boshqa davlatlarda yashaydigan Uyg'urlarni o'xshab ketadigan usullar bilan parakanda qilmoqda. Meningcha bularni o'zlari tava bo'lgan davlatlarning hukumatlari yaxshi qo'g'dish kerak. Or people in their own countries being harassed. They're not amused by that. Thank you. And Rahmat. Sizin bilisiz, Prezident Donald Trump asli bir tijoratchi edi. Ba'zilar uni inson haqlariga qaraganda Xitoy bilan savdo to'xtamini tuzishga bakrak qiziqdi deyishidi. Siz bu fikrga qo'shilamsiz? Yes, I do. I think President Trump is deeply problematic. Shundoq, qo'shilaman. Mening nazarimda u bir fursatchi. U inson haqlari ishlariga qiziqmayli qolmay, Amerikaning inson haqlari jihatdagi majburiyatlariga to'sqinlik qiladigan oz bo'lmagan siyosatlariga yo'l ochib. Masalan, Amerika-Meksika chegarasida ota-onalar bilan farzandlarining ayirib etilishi voqeasi oz bo'lmagan kishilar nazarida Donald Trumpni Xi Jinpingga o'xshatib qo'yibdi. Ammo az bo'lmagan Amerika peshqadam rahbarlari, siyosiyonlar inson haqlari nuqtasida to'g'ri ovoz chiqaryapti. Jumladan Uyg'ur voqeasiga yaqindan ko'ngil bo'lishni ta'kidlab kelyapti. Ammo bu ish texcha Amerika-Xitoy munosabati savdo kelishimi degandek muhim mazmunlarning ichiga kirgizilmadi. Bu ahvol odamni mayuslantirdi. Talked about religious freedom, but they haven't done much in response in ways that would prompt Beijing to change its behavior. They haven't pursued sanctions. They haven't taken aspects of the trade discussions off the table. There are levers that are available to them, and they've chosen not to pull those, and that's deeply problematic. Thank you, and I really. Rahmat. Ben bu ahvolning uning Uyg'ur inson haqlari qonuni loyihasiga imzo etishiga ta'sir yetkazmasligini umid qilaman. Xudoyim buyursa u imzo atar. Mening oxirgi savolim,
Sizning chet eldagi Uyg'urlar bilan quyuq aloqangiz bormi? Agar bor bo'lsa, ular sizga qanday ta'sir qoldirdi? Ularning hozir nimani xohlaydiganligini bilamsiz? What is your impression about them, and do you know what they want? That's a great question. Bu bir yaxshi savol bo'ldi. Biz bir qism Uyg'urlarni tanıymiz, ham doim yangi do'stlar bilan tanishishni xohlaymiz. Meningcha Uyg'urlar shundoq og'ir bir krizis ichida o'z ovozini dunyoga anglitishga armay tirishayotgan bir qavm. Ularning o'z vatandagi qarindoshlari bilan aloqasi kesilgan. Ham qachon asliga keldiganligini bilmaydi. Ular iqtidorning yetishicha o'zlari turgan davlatlar hukumatlari bilan aloqalashish, namoyish qilishga o'xshash usullar bilan o'z qarindoshlarining dardini dunyoga anglatmoqda. Biz bu qavm bilan yaqindan hamkorlashishni xohlaymiz. Protected and stood up for. I have asked you a question that Men sizdan Uyg'urlarning hozir nimani xohlaydiganligini so'rashimdagi maqsad, ba'zi kishilar hozir g'arb ellari medialarining ziyoratini qabul qilganda to'g'ri uchur bermayotdi. Bu sababli demokratik ellar Uyg'urlarning hozir zodi nimani xohlaydiganligini bilolmay kelyotdi. Sizga aniq qilib desam, hozir Uyg'urlarning xohlaydigani bu. is this. We really Biz shuni cho'nqur his qildikki, bizning Xitoylar bilan yana birga yashashimiz mumkin emas. Chunki Xitoy hukumatı bizga boshqa tanlash yo'li qo'ymadi. Bizning hozir o'ylaydiganimiz faqat birla. U bo'lsa-mu Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Oxirda sizning vaqt chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga yana bir qatam rahmat aytamiz va sizga salomatlik tilaymiz. Keyin yana vaqtingiz bo'lib qolsa, qayta ko'rishni bakmo arzu qilamiz. today wanted me to tell you about this. That's why I have asked you a question and I tell you the answer. And finally, thank you very much, Dr. Richardson, to having a little bit time for us. And it's very nice to have such an interview, talking to you. And I really hope that we could have another chance to talk to you later when you have time. Finally, I really hope that you can have a nice day today. Thank you so much. Ben sizning meni taklif qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Suhbat nihoyatda ko'ngillik bo'ldi. Ham bundan keyinmi mushundoq ko'ngillik suhbatda bo'lishni bakmo xohlayman. To that point sooner rather than later. Thank you very much. Rahmat. Buguningiz xayrlik bo'lg'ay. Xayr xo'sh. Thank you very much. Have a nice day, Dr. Richardson. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.